Rasmiy hujjatlaringiz chet elda tan olinishi uchun ularga apostil qo'ydirishni unutmang. Ushbu xizmatni uydan chiqmagan holda olish uchun my.gov.uz portaliga kiring. Qidiruv satriga rasmiy hujjatlarga apostil qo'yish deb yozing va xizmatdan foydalanishni boshlang. Oferta shartlari bilan tanishib, keyingi qadamga o'ting. Yashash manzilingiz haqidagi ma'lumotlarni kiritib, hujjat turini hamda fuqarolik maqomingizni belgilang. Endigi qadamda hujjat qo'shish tugmasini bosib, rasmiy hujjat ma'lumotlarini to'liq kiriting. Shuningdek, hujjat qaysi davlatga taqdim etilishini va apostilni qaysi tilda olishni xohlayotganingizni tanlang. Apostil qo'yilishi kerak bo'lgan hujjatning elektron nusxasini tizimga yuklab, ma'lumotlarni saqlang va keyingi bosqichga o'ting. Xatoliklarning oldini olish uchun ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib, xizmat uchun belgilangan to'lovni amalga oshiring. Tayyor hujjat 2 ish kunidan 10 ish kunigacha bo'lgan muddatda shaxsiy kabinetingizga elektron shaklda yuboriladi. my.gov.uz vaqtingiz va mablag'ingizni tejaydigan qulay portal.